Assalamualaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mushaqlar xayrli olsun. İli diyardan qaysanlarga o'ttiq salam. Yana qayta bir yuz ko'rishga nasib bo'ldi. Ming marta shukr. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan temamiz tonish bilishlarning havosiga asosan Datif. Albatta bugungi temamiz bundan burun so'zlangan akusativ va nominativ silishtirganda bir qadar oddiy. Vay bu gapinga ham qurt qo'ng'izlar ishonmas. Albatta bugungi men tabii jam ishonmayman. Bugungi temamiz yani datifga doir mazmunsal jiqroq, doir sal kengroq. Ammo ishonmanki bu masalani biz o'zaro hamkorlashgan vaqt cho'qim hal qilib ketgan bo'ldi deb qarayman. Biz nominativni so'zlagan vaqtimizda light oddiy qilib jumla egasi ekanligini, nominativ kelgan ahvolida hech qanday bir ko'rinarli o'zgarish bo'lmaydiganligini, har bir so'zning der, does degan artiklda hech qanday o'zgarishning bo'lmaydiganligini ta'kidlab o'tgan edik. Undan esa ikkinchi qatimliq darsimiz yani akusativda nominativ qaraganda baglik o'zgarishning borligini deb o'tdik, ya'ni der artiklning den artiklga o'zgarganligini. Şunun bilan birga derga yandaş bo'lib kelgan ayn artikl, ya'ni 15 artiklningki aynan artiklga o'zgarganligini ta'kidlab o'tgan edik. Shundan qarabla biz bu jumlada nominativ yo akusativ o'zgarishning bor yo'qligini ashdan qarab ham bilalaydik. Xo'sh, bugungi kunda endi biz dativ to'g'ri so'zlamoqchi bo'layapmiz. Endi yig'inchoqlab yig'ib aytgan vaqtimizda akusativda faqat bir tal artikl, ya'ni der artiklda o'zgarish bo'ldi, ya'ni der denga o'zgarib ketdi. Shu xil o'zgarish bo'lgandi. Ammo baxtga qarshi dativda bizda bor bo'lgan der, does. Ham shuning bilan birga ko'plik artiklda di jami'mish 4 artiklning hammasi o'zgarish bo'ldi. Ammo to'qondan po'qidagi Albatta bu hissiyotlarni men to'liq tushunaman. Ammo amal yo'q. Dativ kelgan ahvolda biz dativ degan nima degan savolga javob berishdan burun dativ kelgan ahvoladagi so'zlarning artikldagi o'zgarishini mahkam yodimizda tutib olaylik. Kelarki qadamda aniq dativning nimaligini men sizga deb bermasam, siz tabiiy holatda bilib olasiz. Xo'sh, endi biz dativniki kelaylik. Buni qanday o'zgarish bo'ldi deganda, bir jumlada dativga o'zgarish bo'lsa, der artikli demga o'zgarib ketadi. Unga yondosh bo'lib kelgan aynı artikl aynı o'zgarib ketadi. Siz bu yerga qonuniyatni balki bayqab bo'lishingiz mumkin, ya'ni am qo'shimchasi har vaqt ib bilaverdi. 5 artikl ya'ni der olsun veya 15 artikl aynı olsun, keyindeki am tashlanib qolmaydi. Xo'sh, ikkinchi artikl ya'ni does artiklda bo'lsa, does artikl demga o'zgarib ketadi. Shubhisizki does artiklga yondoshib kelgan aynı artiklning o'xshashlar aynı bo'ladi. Xo'sh, biz endi 3-qadamda di artiklga keldik, derga o'zgarib ketadi. Di artiklga yandash kelgan aynı artikl aynı degan 15 artikl aynıga o'zgarib ketdi. Ama aslida yana bir di bor. Buni herkes boshqa ustidagi birlik di bilan aralashtirolmam, bu ko'plik ishlatilgan di. Bu ko'plik ishlatilgan di den o'zgarib ketdi, ammo buningda 15 artikl mavjud emas, ya'ni yo'q. Yuqorida ko'rganlarning hammasini biz deklinatsion deb ataymiz. Men buni bugun butun bir kun bunga muqimlab qo'yman. Bunday holatda bundan keyin olgan misollarda agar tushunmaganlik o'qisangiz ekranni to'xtatib deklinatsion bilan jumla ichidagi dativlik o'zgarishlarni selishtirib tushunib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi ikkinchi akusativningki videosida deb o'tganimizdek bir jumla berilsa, bizning akusativni talab qilib qolsa, bizningki bir necha xil akusativni izlab tepish usulimiz bor. Yana bir qatam qaytarib o'taylik. Nominativningida bo'lsa, savol qo'yamiz. Ikki savol. Ve o da vas. Kim ve nime. Xo'sh, akusativ bo'lsa when o da vas. Kimni ve nimini. Albatta dativda ham shunday bir savol qo'yamiz. U bo'lsa wem. Uyg'urchasi kimga. Bundan burun dativ to'g'riliq iznib boqqan qarindoshlarimiz va yoki nemis isminikidan yosh qarindoshlarimiz sizda bir savol tug'ilishi mumkin. Dativ qitava wemdan bo'lak yana boshqa savollar bor deb masalan wo bilan akusativ qumtava yana bir savol bor. When odavasdan bo'lak yana wohin. Bu savollarni so'ralmaydi deb qo'yib qolsa, bu nuqta men shuni ta'kidlab qo'yishni to'g'ri topdimki, men ba'zi bir dativga doir yana ba'zi bir muhim mazmunlarni ayrim bir video qilib ishlab chiqarishni to'g'ri topdim. Agar unda qilsam, bugungi videoningki doirasi haqiqatan bakchiq, haqiqatan bakkan, hatto men boshqarib bo'lolmagandek yerda qoldiki. Shuning uchun bu nuqtani sizlarniki to'g'ri tushunishinglarni Tüyəciklər ümid qilmay, unutub qalğanım yox, faqat şəraitim həqiqətən yar vermək qilib qaldı.
Asli datifniki yani bir o'ziga xos bir bizondig'ayt, yani bir xil alaylik bo'pti. Yani ko'plik olti datif kelgan vaqtida so'z keyiniga inqitlab ketadigan bir bizondig'ayt, yani bir alaylik bo'pti. Buning bilan andiki akusativ qitava biz deb o'tmagan bir savol vohin va datif qitava bir savol vo va yoki yana bir savol bor. Ba'zi bir kitoblarda shunday oladiki van. Shular to'g'riliq yana bir ayrim bir video ishlashni to'g'ri topdim. Shuning uchun biz asas nuqtadan yana akusativni o'tgandagi prinsipimizdan chetmagan holatda darsimizni davomlashtirsak bo'ladi. Xuddi nominativ va akusativga savol qo'ygandek datifga savol qo'yamiz. Datifning savoli bo'lsa wem, ya'ni kimga. Masalan bir misol aytsak bo'ladi. Das Auto gehört dem Mann. Yani bu mashina u odamga, u erga tava yoki bu mashina u erniki. Balkim bayqansiz manninki artikl asli der dedi. Ammo biz savol qo'ysak, ya'ni boshda o'tgan datifning savoli wem, kimga degan savolimizni qo'ygan vaqtda ahvol astimizda der man degan bu so'z bu savolimizga javob bo'lib kelganligi uchun bu so'zlar bu jumladagi datifdir. Datif bo'lganlik uchun aslidagi artikl der bu yerda demga o'zgarib ketdi. Mana bu datif o'zgarish. Yana bir misol olsak, ifrat hilft der Frau. Asli Frau'ning artikli die edi. Ammo bu jumlada der o'zgarib ketdi. Shuni ko'rishingiz die Frau degan so'zda datif o'zgarish bor. Datif o'zgarishga nima sabab bo'lib qoldi deganda biz boshda o'tgan wem degan savol, ya'ni kimga degan savol ahvolida die Frau dal bu savolga javob olib keldi. Ya'ni ifrat u ayolga yordam qildi. Kimga yordam qildi? U ayolga. Biz wem degan savolni qo'yamiz. Agar bu savolga bir jumla biz javob topa olsak, bu so'zlar biz izlayotgan bu jumladagi datif bo'ladi. Agar yana bir misol olsak, Mevlan hat dem Lehrer gegeben. Bu jumlani tarjima qilsak, Mevlan muallimga daftarni beryapti. Nimani beryapti? Daftarni. Belki bayqansiz, yani das Heft degan bu jumladagi akusativdir. Kimga degan, yani datif xos wem degan savolimizga javob bo'lib keldigani bo'lsa, dem Lehrer. Asli Lehrerning artikli bo'lsa der edi. Chunki datif o'zgarish bo'lganligi uchun der dem o'zgarib ketdi. Ya'ni bu ko'rinarli deklanatsion. Xo'sh, biz hozir o'qishmagan misolni ishlash orqali bir jumla kelgan vaqt xolasida wem degan savolni qo'yish orqali bu jumlalardagi datifni tepish usulini topdik. Biz oldin qatimliq darsimizda, ya'ni akusativga doir darsda deb o'tgan edik. Savol qo'yishdan sirt akusativningki o'ziga xos bir 5 propozitsiyasi bor. Vaholanki datifning o'ziga xos propozitsiyonlari bor. Bu propozitsiyonlar ham nimaga selishtirib, akusativ selishtirgan vaqtida ikkisi jiq, ya'ni akusativning 5 propozitsiyasi bo'lgan bo'lsa, faqat va faqat datif o'ziga xos propozitsion jami 10 bor. Ular ab, außer, zu, nach, bei, mit, von, aus, seit, gegenüber. Agar xuddi oldin qatim o'xshash bir jumla berilgan ahvolasida eng burun biz hozir deb o'tgan mushu 10 propozitsion, ya'ni mushu bog'lovchi qo'shimchalarni izlaymiz. Agar kandi biz mushlarni topa olsak, bundan keyin kelgan so'z cho'qim datif bo'ladi. Yana bir misol aytsak, der Baum steht vor dem Fenster. Asli Fensterning artikli das edi. Ya'ni aynakningki artikli o'ziga xos artikli das edi. Ammo for, ya'ni datif xos propozitsion kelganlik uchun buningda deklanatsion, ya'ni o'zgarish bo'lib, bu das degan artikl demga o'zgarib ketganlik sababidan jumlaning to'g'ri nusxasi der Baum steht vor dem Fenster. Shuni misol olsak, ich gehe zu dem Bahnhof. Bahnhofningki o'z yolg'iz qolgan ahvolasida artikli der Bahnhof edi. Ammo su degan bu propozitsion, ya'ni bu bog'lovchi qo'shimcha datifning propozitsiyasi bo'lganligi uchun der deklanatsion orqali demga o'zgarib ketdi. Shuning uchun bu jumla to'g'ri nusxasi ich gehe zu dem Bahnhof va yoki su bilan dem ikkisini birlashtirayotgan ahvolasida ig'iz tilda bo'lamdi va yoki yezib bo'lamdi. Ich gehe zum Bahnhof desangiz to'g'ri bo'laverdi. Yana bir misol olsak, Mevlan kommt aus dem Haus. Hausniki yolg'iz turgandagi artikli das, ya'ni das Haus. Ammo biz boshlab o'tgandek 10 propozitsionning ishidagi ma'lum bir, ya'ni aus
bu cümlede tepilganlik uchun Austin keyin kelgan so'z, ya'ni dativ o'zgarish hosil qilish kerak, ya'ni deklinasyon bo'lish kerak. Shu sababdan house'ningki artikel does'da o'zgarish bo'lib dem, ya'ni aus dem house oldu. Xo'sh, endi biz bugungi darsimizni oddiy qilib biz yig'inchoqlab yakunlab boqaylik. Ham burun bilish kerak nuqta dativ kelgan ahvolasida boshlab o'tganga o'xshash deklinasyon ko'rinarli har bir artikel yuz beradi. Buni cho'qim bilishimiz kerak, hatto yodlab olishimiz kerak. Bir jumladagi dativni bayqashning va tepishning o'xshagan ikki xil usuli bor. Ya savol qo'yamiz va yoki prepositionlar qaraymiz. Endi shaxsan meningki, unda bu muqim qoida qonun emas. O'zingizningki amaliy ahvolga qarab, qaysi sizga yoqsa, qaysi sizga o'ng kelsa, siz shu bo'yicha tanlasiz bo'ladi. Ammo mening o'zimning ko'z qarashim, o'zim tutgan yo'lda bo'lsa, agar bir jumla berilsa, men boshlagandek deb o'tgan 10 prepositionni cho'qim yodlab olmam. Akusativ bo'lsa 5 prepositionni yodlab olmam. Boshqa bir jumla berilsa, men o'sha jumladan o'sha prepositsionlarni izlayman. Agar men qaysi birini topa olsam, undan keyin kelgan so'z o'sha prepositsionning xarakteriga asosan ya dativ ya akusativ deb hukm chiqaraman. Albatta, har vaqt bu prepositionlar birga kelmaydi. Bu jumlalar prepositionsiz. Xuddi bayonlarda boshlab o'tganga o'xshash. Ich habe dem Mann geholfen. Ya'ni men u erga yordam qildim. Kimga? U erga. Bu jumlada hech qanday biz boshlab o'tgan dativniki va yoki 5 akusativ xos preposition bog'lovchi qo'shimchalar yo'q. Ammo bu xil ahvol ostida biz deb o'tganga o'xshash savol qo'yamiz. Ya'ni wem kimga yordam qildim? U odamga yordam qildim. Shuning uchun bu yerdagi derman degan so'zda deklinasyon, ya'ni o'zgarish bo'lib demga o'zgarib ketdi. Men bugun bu video ishlash jarayonida shuni bayqadimki, dativning mazmuni mening o'ylagan doiramda haqiqatan jiq uni ustiga men ba'zi bir narsalarni o'rganib oldim desam bo'ldi bu video orqali. To'g'ri, inshaalloh ayrim bir video ishlab, texnik mukammal, texnik tushunishli, texnik jiqroq misollar bilan sizdan bu tilni o'rganishingiz yordam qilmaydi deb qarayman. Xudoyim bo'lsa. Ko'rishishga omon bo'ling, ishlaringizni utuq tilayman. Ajrli bo'ling.